Bolalikda eng yaxshi ko'rgan ovqatlarimdan bittasi shu ovqat edi va sizlarga hozir 10 minutda bu ovqatni tayyor qilamiz. 10 minutda nima ovqat ekan deysizlar, yaqinroq kelinglar. Piyoz bilan qizil sabzini shunaqa bitta qo'rib olgandan keyin ustidan elif tushonkalari yordamga keladi. Ikkita idishini savorib, yana bitta aralashtirib yuborasizlar va uyingizda ishlatadigan xohlagan turdagi makaronilardan solib, ustidan ozgina qizartiradigan paprika va kashnit savordim men va ustidan 1 stakan suv solasizlar. Tuz ham shart emas. Va bitta aralashtirib 10 minutga dimlab qo'yasizlar. Bu mazasi shuni zo'r chiqadi. Hayotingizda yegan eng shirin makaronlar ko'p shu bo'ladi qizlarjonlar. Endi salatga navbat xohlagan ko'katlarimizni solib, pomidor va jo'xori ustidan tabga ko'ra tuz bitta aralashtiraveramiz. Qarabsizki, salatimiz ham tayyor. 10 minutda ham salat, ham ovqat tayyor. Qanaqa malades kelin bo'lasizlar bunaqa qilgandan keyin. Albatta shu retsept bo'yicha tayyorlab qo'ying. Daji ovqat yemaydigan qizimga ham yoqdi, u ham mazza qilib ovqatini talyankasida qoldirmay yeb oldi. Bu degani judayam mazali chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar qizlarjonlar. Video yoqqan bo'lsa, yurechani bosib qo'yib, bu retseptni eng yaqin tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Sababi uyligisiga boradigan bo'lib qolsangiz, срочныйda sizlarga albatta tayyorlab berishadi bu retseptni. Rahmat hammaga.